Odamlarga nima yaxshi, nima yomon ekanligini Alloh taoloning o'zi biladi. Kuni kecha Afrika chempionligi uchun finalda Senegal hamda Marokash kuch sinashdi. O'yinning eng oxirida kulminatsion nuqta sodir bo'ldi. Sudya yoki hakam Senegal darvozasiga penalti belgilandi. Hamma narsa hal bo'lgan, Brahim Diaz penaltiga yaqinlashgan. Shunda Senegal bosh murabbiyi penaltidan norozi bo'lib, futbolchilarni ichkariga olib kirib ketdi. 15 daqiqadan keyin Sadio Mane taqdirga rozi bo'lib, erkakcha o'ynaymiz, mag'lubiyatni ham erkakcha qarshi olamiz deb yana qayta maydonga tushdi. Eng qizig'i Brahim penaltini noaniq bajardi va oxirida Senegal chempion bo'ldi. Agar o'shanda Mane taqdiriga rozi bo'lib maydonga qaytmaganda 3-0lik texnik mag'lubiyat yozilib, Marokash chempion bo'lgan bo'lardi. Shuning uchun aytadiki, bandani boshiga bir ish tushadi. Banda aytadiki, menga yomonlikka bo'ldi, yaxshi bo'lmadi deydi. Lekin u narsa yaxshilikka bo'lgan bo'lishi mumkin deydi. Shuning uchun taqdirga rozi bo'lishni banda o'rganish kerak.